innovatsiyalar, tezlik, ishonchlik. Tezkor matbaaning Uzbek Leasing International bilan o'sish tarixi. Iltimos, kompaniyangiz tarixi qanday boshlanganini va bugungi kungacha qanday rivojlanganini aytib bering. Kompaniyamiz 20 yil oldin kichkinagina xonada oddiy printerda oddiy blankalarni pechat qilish, korxonalarga oddiy blankalarni yurib, borib, uchrashib, sotish orqali 2 ta, 3 ta xodim bilan ish boshlangan. Mana hozirgi kunga kelib kompaniyamizda 100 dan ortiq ishchi xizmatchilar ishlab kelmoqda va kompaniyamizning bosh ofisi Xorazm viloyati Urganch shahrida joylashgan. Toshkent shahrida ham ofis ochganmiz. U yerda ham ishchilarimiz xizmat qilib ishlashyapti. Xodimlarimiz mahsulotlarimiz hozirgi kunga kelib respublika bo'ylab qo'shni respublikalarga eksport qilinmoqda. Uzbek Leasing bilan ishlashning qanday afzalliklari bor va ularni Xorazmdagi boshqalarga tavsiya qilasizmi? Kompaniyamizning rivojlanish tarixi mobaynida albatta har qanday biznesda bo'lgani kabi loyihalar bo'ladi. Loyihalarni moliyalashtirishda har doim masalalar chiqadi. Xuddi shunday bizlarning ham kompaniyamizning rivojlanish tarixida kompaniyamiz kengayish jarayonida moliyaviy resurslarga talab bo'lgan. Ushbu moliyaviy resurslarni ma'lum bir qismlarini biz Uzbek Leasing kompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshirib kelganmiz. Ushbu hamkorligimizni asosiy rivojlanish davri oxirgi 3-4 yilga to'g'ri keladi. Oxirgi 3-4 yil davomida kompaniyamiz oldingi yillarga nisbatan sal kattaroq proyektlarni amalga oshirgan. Ushbu amalga oshirish jarayonida Uzbek Leasingni bevosita tezkor matbaaning moliyaviy sherigi sifatida baholab bilishimiz mumkin. Va ushbu Uzbek Leasing kompaniyasining nafaqat Xorazmdagi tadbirkorlarga, balki respublika bo'ylab tadbirkorlarga Uzbek Leasing kompaniyasining moliyaviy mahsulotlaridan o'z loyihalarini moliyalashtirishda foydalanishni tavsiya qila olamiz. Bugungi kunda mijozlarga xizmat ko'rsatish uchun kompaniyangiz qanday resurslar va jamoaga ega? Tezkor matbaa kompaniyasi o'zini rivojlanish davrida shunday shior qo'llaganki, ya'ni tezkor matbaa kompaniyasi asosiy shiorimiz asrlar osha yangi zamonaviy texnologiyalar sari deb shior qilganmiz. Kompaniyamizda hozirgi kunda 100 dan ortiq xodim ishlab kelmoqda. Ushbu jamoa kompaniyamizning asosiy resursi deb hisoblaymiz. Ushbu jamoa bilan biz hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib respublika bo'ylab qo'shni respublikalarga, tadbirkorlarga tezkor matbaa kompaniyasining poligrafiya, tipografiya sohasidagi xizmatlarni amalga oshirib kelyapmiz va ushbu ishlarni amalga oshirish jarayonida bevosita Uzbek Leasing bilan hamkorligimiz ham o'z salmoqli o'rniga ega. Uzbek Leasing bilan yangi loyihalar bo'yicha rejalaringiz qanday? Zamon rivojlanishi tabiiy bo'lgani kabi kompaniyamizda ham asrlar osha rivojlanish strategiyalarini tuzib olganmiz va tuzayapmiz, davom qilyapmiz. Ushbu rejalarimizni tuzish jarayonida albatta biz moliyaviy sherik sifatida, yaqin bir hamkor sifatida Uzbek Leasing bilan aloqalarimizni yildan yilga mustahkamlab borish tendensiyasini qo'llaganmiz. Ya'ni mana Xorazmda Uzbek Leasing kompaniyasining vakili Islom aka, u kishining o'rni beqiyos katta. Keyin Toshkent shahridagi bosh ofisdagi mutaxassis, tajribali yigitlarning o'rni beqiyos katta. Ular bevosita kompaniyamizga tashrif buyurib, kompaniyamizdagi ish faoliyatimiz bilan tanishib, bizdagi mahsulotlarni ishlab chiqarish jarayonlari, ularning texnologik jarayonlari, ularni tannarx nuqtai nazaridan bozordagi holati, sotilishi, shu birgalikda hammasini hamkorlikda biznes planlarni tuzib, rejalarni qilib ishlab boryapmiz. Uzbek Leasing bilan hamkorlik kompaniyangiz rivojlanishiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Uzbek Leasing kompaniyasi bizning kompaniyamiz rivojida o'rni beqiyos katta. Ishonchim komilki, kelajakda ham Uzbek Leasing bilan bevosita hamkorlik ostida kelajak proyektlarni amalga oshiramiz degan umiddamiz.